Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmenler. Bütün dünyadaki aziz hayırdaşlarımız. Kalipten Kalipke namlıq programımızın 6. sanını görüşünlerini karşıladığımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körülmelerimiz, elbette harp günden başlap her yıl kadar bu mübarek Ramazan ayımızda mı bir-birinden mol mezmunlar bilen teyhamibek keyfiyatımızda hem nurgun savaplık, acır, köp boğan emellerini hem düşünüp hem bu mübarek ayda kılıp Rabbimizin rahmetiga razılıqıga eriş üçün her günü huzurunada buluvatımız Allah Subhanahu ve Teala bu mübarek ayda kılgan barlıq emellerimizni dergahide kabul kılıp öz razı boğan müminlerden kılışını tövencik bilen sorayımız. Tünügün elanımızı beğendek bugün intayin muhim bir tema hakkı toxtulğanlığımızı elan bedik. Mana bu irade. Elbette irade hakkında gap boğanda meyli dünyalık hayatımızdaki biz erişmekçi boğan nurgun muvaffakiyetler olsun veya ki Allah'ın razılıqıga erişip ahirette mi hem Allah'ın rızalığıga erişimen degen bunu oylagan bir Müslüman üçün mü iradenin qançık muhim ekanligini bizning tilimizde nurgulgan bu haqda nini hikmetlik sözler, maqallar yazılgan bir mesele. Şuna bugünkidek mana bundaq uluq günlerde bu ayda bulup mu insan qaytıdın bir Ramazandan burun nurgun bilip bilme bexutluqqa düşüp qalgan bolsaq mı bu ay Allah Subhanahu ve Taala'nın aylarının sultanı qılıp nurgun işini qaytıdın hisabat qılıp yenidən bir qadam bilen Allah'a qaytışının, yenidən bir irade tikleşinin iyi boğallığı üçün bu sanımızı bugün bu temaga məxsuslaşdırdıq. Bugünkü aziz mehmanımız üçün bugün elanımızı beğendik. Həmmalar tunuşuq boğan ustazlarımızın Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği Tədqiqat bölümününki məsul hörmətlik Muhammed Yusuf Qaracım təklif qıldı. Qımmetli vaxtını çıxırıb kəpəgəlik üçün köp rəhmət etimiz. Allah razı olsun. Kadirli körülmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarixli otudu. Ekran aldı çıkıp duruyatkan numarımız şunaqla ictimai fikir vasıtırdaki alaqı vasıtırımız arkalık. Programımızga alaqadar boğan her qandaq fikir təklif bolsa berişanlardan suallarınlar bolsa soruşanlardan ümit qılımız şunaqla köplegen qeyrindaşlarımızdan paydalanış üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutulmağa izler. Undaqda bevasıta kirib ketsek hörmətli ustaz. Elbette yuqur diginimdək irade nait kən sahani özgü alan bir tema. Programımızın vaxtı qısqı boğallığı üçün naiti işkirlep kətkil bolmaydı elbette bu bir qatımlıq programda. Şuna olsun vaxtımız yetkence qısq şekilde toxtalsaq. İrade qandaq tikilindi degen sualdan başlayan bolsaq. Hem de irade degen zaten düşünüşlük eyne. Her qandaq bir işini əməlge aşırış yoldaki tirişçallık, şicaat, mevqa, qat'ilik hem de. Bu qandaq tikilindi o degende birincisi ben kılalayman degan qanaat bilen tikilin ekan. Xoş. Kılalayman dese kılalaydı hem de. Bu nayet bek muhim de bu binası üzüge işenci kılış bek muhim hem de. Hem de şu iradege tosqulluq qıldıgan mı da selbi qanaatli oldu da ben kılanmayman, ben andaq iqtidarlıq emas, ya ki ben onu kılanmayman, gücüm yetmeydi dep, hatta etrafı digilen sen kılanmaysan degenge oxşar. Şuna muşunda işlerini yirak durup, hem adam üzüge işiniş ve iradeni yani biri insanın en yakın insanı birenmeydiken irade yani iradeni hem adam üzüdün çıkırdı, üzü birdi. Başkalı bunu tavsiye kılalaydı, yol başlayalaydı. O küçükünü onu oygutalar, şücaat bireleydi ama iradeni üzü bir diken insan kaçan ki men kılalayman degen vaqtida iradeni tikleyeleydiken. Mavalıqı Amerika'nın Ford maşinesi var o şu maşinninki motorunu işlegen Henry Ford'un meşhur bir sözü var da sen bir işini kılalayman desem o rasa etkan bulursa kılamayman desem o rasa etkan bulursa deydi. Hem de kılalayman desem müşkül bir iş olsun ama kılalayman desem bir günü kılırsa iş kılıp, yerimin olsun kılırsa. Ama kılanmayman dep üzenge kanaat bağlıvagandan keyin la sana şarait şunda hazır boğan bolsun mu? Burunqi qiyinchilik işler oңайлашқан bolsun mu? Kılanmayman degen kallangda boğandan keyin kılanmaysan bunu. Şuna aşu kılalayman degenden başlandı, irade üzümüzden başlandı. Her qandaq adam her qandaq işini kılalaydı. Çünkü Allah Taala insan şunda bir kuch kudret, şunda ilim
iqtidor ato qilganki, ammo nurg'un odamlar o'zidagi talantni, o'zidagi qobiliyatni o'ttirg'i chiqara olmaydi. Nimishqa chiqarishga yoki sharoit bo'lmaydi, yoki o'zi xato qanoat bilan men qilolmayman deganlik bilan u izlanmaydi. Masalan, bir odam bir ishda matematikda usta bo'lmasa, adabiyotda usta bo'ldi, masalan. Dinda o'qib olim bo'lmasa, fanda binasida o'qiy oladi. Masalan, demak, uni qilolmasa buni qila oladi, buni qilolmasa buni qila oladi. Inson ishqib nurg'un ishni qila oladi. Ishqib o'zining qila oladigan, o'ziningki shu tabiatiga mos keladigan, o'zining kuchi yetadigan ishni tepib, shunda qilaman desa, cho'qim qila oladi ekan. Ya'ni men qila olaman degandan boshlandi ekan tiklanish, iroda tiklash ishi. Xo'sh. Ustozim, bu nuqtadan mastangamda bizda bir so'z bor-ku, yotqan bir putsun deydigan. Masalan, ba'zi yoshlarimiz bo'lib, masalan, albatta o'ziga ishonish nuqtasidan bu so'zni aytib go'zal aytilgan bir so'z. Hech masalan o'zining mavjud ilmiy qobiliyati, hozirgi kelgach egallagan narsasi, masalan, buningga qarab shu saviyasidan nachasi eshib tushadigan narsami? Ya men qilaman deb u gapni qilishi xuddi po'atqandek masalan. Reallik bilan og'izdan chiqayotgan men qilaman, qila olaman degan gapni qilish. Bu reallikqa agar uyg'un kelmasa, uningki qila olaman degan bilan qila olmaydi. Buningga ikki narsa birlashishi kerak ekan. Biri odamni qila olaman degan iroda, biri aşı ishqi nisbatan o'ziningki qobiliyati, talant bak muhimda. Masalan, nayt ovozi sat bir odam, men nayt chiroyli nima naqsh aytgan bir cho'lpon bo'laman desa bo'lmaydi hamda. Masalan, endi bir paka bir odam hamda shu futbol bundan men birinchi bo'laman, yana qilaman desa, men ko'p vaqtda bo'lmaydi hamda. Igiz odamlar g'alaba qozongan hamda. Masalan, shunga o'xshash har qanday bir narsaninki o'ziningki tabiatiga munosib odamda shu qobiliyat bo'lsa, o'zining qobiliyatini topa olsa, odam g'alaba qila oladi. O'zining qobiliyatini, o'zining talantini topolmay, o'zining talanti matematikda tutsa, boshqa adabiyotlar bilan yurdi yoki o'zining talanti boshqa ishda tutsa, boshqa ishlar bilan yurdi. O'zining talantini topa olsa va odamda iroda bo'lsa, cho'qim g'alaba qila oladi ekan. G'alaba qila olmaslikning gap biri yoki iroda bo'lmaslik, talant ba adamning iroda bo'lmasa qilolmayman desa qilolmaydi ekan. Biri iroda bo'lgan taqdirda talant bo'lmasa, talant iqtidor bo'lmasa, masalan bir balni qari qilamiz deb akirib berdik, masalan, ba'zi bolalar yodlash qobiliyati, pameti yuqori bo'lgan, ba'zi bolalar noyda aqlli, matematikada aqlli, boshqa narsada aqlli, ammo yodlash qobiliyati yo'q. Bu balni yodlash qobiliyati yo'qkan deb, dötgan bu ishga yaramaydi deb chiqarib olsak bo'lmaydi. Yodlayolmagan bilan boshqa narsani qazana oladi. Shunga o'xshash, biz xato yo'llantirish bilan shunga g'alaba qozona olmaydi. Agar to'g'ri yo'llantirilsa qozona oladi. Endi yotqanga beqib sunish degan gap endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine sizler cennetin tilisanglar, Firdevs cennetin tilanglar deydi de hemşe. Biz yuqorini tilsek, yerimine olsun erişidi. Eğer insanın dozakka kimse meyli bir cennetin bir bunun puçuğu olsun kimse meyli dep iman kılsa, o adam belki kiremeydi cennetke. Çünkü irade yuqor bolsa şunun yerimi olsun yetsen. Hem de o misal mana o'tilgan hamda boshqa bir masalalar to'g'risida aytgan narsa bo'lishi mumkin, lekin har qanday narsada iroda yuqori bo'lishi kerak. Shu yuqori irodaga nisbatan ba'zi odamlar 100%, ba'zi odamlar 80%, ba'zi odamlar 70% g'alaba qozonishi mumkin hamda. Ammo o iroda tuvan bo'lsa, masalan bir bola men 100 olaman deb çalışsa, ders çalışsa, 100 olaman degan bola köp vaqtda 100 aldı. Ya 85 ya 90 aldı. Endi bu imtihonli o'tib ketsam bo'ldi, 60ning yuqoriga olsam, sinfni ko'chiman go. Shunga tayyorliklaydigan odam balki sinfdan ko'chanmaydi. Ashdimizga qarab, o'ziniki belgilashga qarab. Xo'sh, Alloh razı olsun. Endi shunda Ramazon ulug' muborak kunlarda turibmiz endi. İnsonninki nurg'un xatoliklardan, ba'zi bir ayıp ishlardan yenişi üçünmü şunu taşlap yeni bir sahife etiş üçünmü güçlük bir irade gerek. Müstehkem Allah'a tevbe kılış bilen birge. Bu noktadan mı biraz kılsakam, bu ne insanın özü ögünüp kalgan, künüp kalgan bir nesne. Meyli dünyalık hayatıdaki bir neticeye erişiş olsun. Meyli bugün gidek bu aydaki mesela fırsat günlerde özünün ögünüp kalgan her xil kılmışlarını tamamen taşlap yeni bir sahife bilen meniş üçün bu iradeni kandak şekillendirdi. Nime
qilish mumkin? Masalan, buni shu plan tuzish bilan bo'ladi endi. Shu Ramazon bir yilda bir qatim ketgan bir kurs desak bo'ldi yoki bir madrasa, bir maktab ta'lim tarbiya desak bo'ldi. Bir yillik bizni shu bir oyning ichida nafsimizni kontrol qilishni, shaytonimizning ustidan g'alaba qilishni, ruhiyatimizni ko'tarishni, taqvodorlik ichida ish qilishimizni, gunohdan saqlanishni, planliq hamma narsani vaqti-vaqtida, masalan, Ramazonda noatibak intizomchanlik bo'lib, kechida qo'pab so'liq yemasak bo'lmaydi, iftor qilmasak bo'lmaydi, 5 vaqt namozni joyida o'qimasak bo'lmaydi. Shuningga o'xshash, boshqa vaqtdan bakroq intizomlik bo'lamiz bu Ramazonda. Shuni planlab ketdi. Nurg'un odamlar planlab qildi buni. Masalan, namoz bandatdan keyin manchilar Qur'on o'qiyman yoki manchilar Qur'on takrorlayman, oqshimi tarovihda paloni masjidga boraman deganga o'xshash, endi Qur'onni manchi qatim o'tkazaman Ramazonda deydi. Eng oddiy bir musulmon Qur'onni Ramazonda bir qatim o'tkazadi endi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot vaqtida Jibril har Ramazonda bir qatim o'qitdi ekan, eng oxir vafot bo'lgan yildagi Ramazonni 2 qatim o'qitgan ekan, Rasulullohni tinchigan ekan, o'qib tinchigan ekan. Ya'ni har bir musulmon Qur'onni o'qiydi masalan. Shunga o'xshash hamda bu Ramazon o'zimizni bir intizomga soldigan, mushu intizom bilan Ramazondan keyin davomlashtirdiganga biz bir oylik bir kurs endi bu. Shunga bu hayotimizni shu planliq o'tkazsak, masalan, planliq o'tgan hayotda nihoyatda g'alabalik bo'ldi. Bu plansiz hayot suda eqib ketayotgan o'lik baliqqa o'xshashda suv qaysi tarafga akasi akitadi uni. Ammo planliq odam ozroq bo'lsa-mu, shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ishni oz bo'lsa-mu davomlashtiring deydi masalan. Az bo'lsa-mu davomlashgan Alloh eng suyimli ish, shu oz bo'lsa davomlashgan ishda planliq qilsang cho'qim bunun natija qozong'il bo'lgan. Agar plansiz bo'lsa, bir hissiyoting kelib qolgan vaqtida jiq bir ishni qilayotgan, hissiyoting yo'qolib qolgan, bir qancha kun tashlayotgan, uni hech qanday g'alaba qila olmaydi hamda. Shunga insonning hayotida plan tuzish, planliq yashash nihoyat muhim ekan. Mushu cho'ng g'alabalarni qilgan, cho'ng ishlarni qilgan odamlarning hammasininki shu planliq ekanda, hayoti, kunlik turmushi hammasi planliq ekan. Plan tuzgan chaqda hamda bu konkret tuzish kerak endi. Konkret masalan, men inshaalloh men olim bo'laman, o'qiyman debqini emas. Men boy bo'laman, ishlayman emas, yoki men falon mansabga chiqaman, bunday qilaman emas. Shuni rasmiy konkret shunda qilsa bo'lgan. Buniki bir misol, tipik misoli shu dunyoga taniqli Harvard universiteti aynan shu universitetining bir yili o'qish bitgan o'quvchilarni hammasini yig'ib olib diplomni berishdan burun sizlar hozirdan boshlab keldigan 10 yil ichida nima ish qildiganligingni aniq yozinglar. Adresinglarni, telefon nomerini hammasini tashlab qo'yib ketinglar. 10 yildan keyin sizlarni ko'rishimiz deyotgan. Sinab baqish uchun. Degan ishada 10% o'quvchining ichida men ba'zi debdi shu 10%ning ichida men 10 yilning ichida mancha million pul topaman. Birisi debdi bir qanchasi yana shuning ichida men shu 10 yilning ichida falan panda yani doktor bo'laman ya professor bo'laman. Birisi debdi men parlamentga kiraman yoki falan mashhur bo'laman yoki bunday yezibdi endi o'zining planini yezibdi. 90% odam bunda konkret yozmay, chiqsa olim bo'laman, mashhur bo'laman, boy bo'laman deb yozibdi. Konkretni emas. Endi 10 yil to'shqandan keyin hammani chaqiribdi. Chaqirib akirib ko'rsa, shu planni konkret degan odamlarningki tapqan puli, 10% odamning tapqan puli, 90% o'quvchining tapqan pulini eshib ketibdi. Ya'ni shu 10% ning ichida o'zi planlagan ishga %80% bola o'zining planlagan ishga beribdi. Mashhur bo'lman degan mashhur bo'libdi, professor, doktor bo'lman degan doktor bo'libdi. Plan bil qilsa, ayda qila oladigan. Ya'ni tarixdan bir qissa hamda bu Andalusda islom hokimiyati bo'lgan, ya'ni 700 milodiyadan 1400-yilgacha 800 yilga yaqin islom hokimiyati bo'lgan yerda hamda. Xo'sh. Shada 3 dona nima bor ekan? Hammal deb qo'ymaymiz, kishilarningki binasilarni ko'tarib, yudib, uyga olib birtgan, ayda nimalarda, bekatlarda saqlab turib, kishilarning binasini ko'tarib birtgan odam ekan. Uningki eshaklarni ishlatib qitqanini hammar deyotgan. Eshak bilan adam tushib deganda hammar ekan, hammal degani ko'tarib ekan. Shada Muhammad ibn
Muhammed ibn Amir Hammar degan bir adam var ekan, ikkidan do'sti bilan uchtalasininki laqimi Hammar ekan, eshak bilan tush tutgan binasini. Bular shu uyumi yo'q bir Ka'bada yashayotgan. Bir Ka'bada yashayotgan, chiqib shunda madikachilik qilgan, yana uni yemak ichmakni elib yetgan, yana shad yashayotgan. Bir kuni o'tirib, "Ay do'stlar, buningdan keyin bizni qilgan bir siz keyin nim bo'lmoqchi deb baqaylarmi planimizni desa, yani bir şey debdi. Biz hammalgo, o'lgish biz hammal bo'lib o'tib ketamiz shunda. Ama shunday o'tib ketamiz ham. Tafovutimiz yaxshi, yomon emas deytgan. Yana bir narsa deytgan. Muhammad ibn Amir ham turib, "Men shu Andalusga mishaga xalifa bo'laman, sulton bo'laman" degan qaqaqlab kulib ketganda zangli qilib buni. Zangli qilib kulib ketgandan keyin, "Sen nima ish qilib qilasizlar? Meniki o'zimning fikrim dedim-ku" degandan keyin, "Sen seninki mumkin emas" degandan keyin, "Tamam. Agar bulab qolsam-chu, mishada sizlar hozir men agar podshoh bo'lib qolsam, sizlar nimani tilasanglar mishada, shuni danglar hozir. Podshoh bo'lib qolsa, cho'qim o'rnab birman" degandan keyin bilsamdi, chaqchaq qilib, "Tamam, sen podshoh bo'lib qolsang, menga 1000 tilla bersan, eng isil bog' yasab bersan, nadi yaxshi yugurek atdan 10 dona at bersan, yana bir chal qasr sep bersan, qila olamsan shuni desa, podshoh bo'lganda men qilib berman senga" degan. Degandan keyin uni qaqaqlab bir kulib qo'ygan zang. Ikkinchisi, agar sen podshoh bo'lib qolsang, meni kazzab bu yolg'onchi gapiga ishonmang deb eshakka ta'tim mindirib shahar aylantirgan meni degan anzang. Maqulda uxlab qolgan. Aytisi ma'lumda men mushuni iroda tikildim deb aytisi hammarlikni tashlab, ya'ni bu yerda bir irodani tikildingmi? Tikilgandan keyin aytni qilman, aytyozni qilman, yoz chiqayotganda qilman, qish kelganda qilman emas. Harakatga o'tish. Darhol harakatga o'tish kerak ekan. Bu aytisdan boshlab bu hammarlikni tashlab bir saqchi idorasi qilib choychi bo'ldi ekan. Choychi olmak o'ngay qo'yamdi, berib chayonni qaynatib beray deb bag'adi ekan, ma'qul aytgan. Choychi bo'ldi ekan, choychi bo'lib bir qancha yildan keyin saqchi bo'ldi ekan. Saqchi bo'lib yaxshi ishlab saqchining boshlig'i bo'ldi ekan. U chog'da shu bu saqchining boshlig'i bütün şu Endülüs memleketi boyunca bütün saqchilarni boshliq bo'lib o'sitgan. Shu vaqtda bu Endülüs memleketini Muhammed ibn Mahdi nima degan shu sultan o'lib ketgan 12 yoshlik bir bolasi uning o'rniga sultan bo'lib qilib qoldi ekan hamda. Qilgandan keyin bununla bir veli kerak, tuqqanlardan ya tağlardan iqtidorli bir adam mening endi veli bo'lish kerak desa, tuqqanlari o'z arasida urush chiqayotgan qilib bitgan. Ya'da o mahkama, islom mahkamasi arayamay qolgan buni. Hammasi ashuniki podshohning bir tag'isi olsa, men bo'laman deydi. Yana bir tag'isi men bo'laman deydi. Biz qat'iy qo'yib bermaydi. Qo'yib bermagan ular chatoq bo'ldi. Endi podshoh oilasidan bo'lmagan 3 odamni akilayli deb Abdullohil G'olib degan askar boshlig'ini Abu Vezir Muhammed el-Mushafi degan Endelusning vezirini, Muhammed ibn Amir el-Hammar degan saqchi boshlig'ini 3 odamni kiritgan. Vezir, askar boshlig'i, saqchi boshlig'i. 3 odamni akilib, mushuning uchidan birisini tanlaysizlar degandan keyin ular tekshirib turib, vezirninki o'g'irlikqa chiqib qolib, vezirni qoldirayotgan. Qoldirayotgan ikkisining orasida qoldi ekan. Ikkisining orasida qolgandan keyin ikkala rasman urushib askar. Saqchini chaqirtgan, askarni chaqirib urushib, ama askarni Muhammed ibn Amir el-Hammar degan adam yengib olgan. Yengib olgandan keyin undan keyin tamam bu nimaninki podshohning taxtining egasi bo'lgan bu. 12 yoshlik bola bor, ama o suratda o'ltirdi, o boshqurdi. O'ltirgandan keyin shundan keyin bu o'zining planini amalga oshirish uchun podshoh, shu 12 yoshlik podshoh xalq ayaga chiqolmaydi, vezirning ruxsati bilan chiqdi deb bir farmon chiqartgan, uningki xalq ayaga borolmaydigan, uni ham bir farmon chiqib, xalqni ko'rishgan odamni ko'risholmaydi, mendan ruxsat so'rab ko'rishdi degan. Uningdan keyin podshohningki nimasidagi tamg'u hamma narsani vezirninki ordisiga yo'tkatgan, ordisiga yo'tkab chiqitgan. Hammani qilib bulab, uningdan keyin bütün hakimiyetni o'zi ep bulab, shundan keyin 10 yılgacha atrofidagi shu taranchilar deydi, Yevropaliklar bilan 10 yillik urush to'xtatgan. 10 yillik urush to'xtatish jarayonida qanday qilsam kuchli bo'lgan deb, birinchisi iymon, ikkinchisi ilm, uchinchisi texnika o'silgan deb, bütün shariatni ravurs yurgizitgan, undan keyin ilmga targ'ib qilgan, uning fan texnikaga har qanday nada fan texnika bo'lsa akiltgan, shu dunyoga e'lon qilgan shu joyda qanday yerda olim bo'lsin, mayli dinda bo'lsin, mayli fanda bo'lsin,
bir icad kıla alaydıgan, keşif kıla alaydıgan, kitap yazdıgan alim bolsa işe gelse yuqur maaşlı işletimiz degan ki şu vaqtida Endalus'tan çıkan alim Naid Bekşu, İbn Hazm Zahiri degan meşani çıkan nurgun alimlar aşı Endalus'un şu çağa çıkıp ketken. Endalus hem dünya boyunca ayda ilim ma'rifatning merkezi bo'lgan vaqtganda 10 yilgacha ayda rast kuşunup bulab, onundan keyin atrofidagi davlatlar bilan urushib, shu nimadan ta Jazoirmi boshqalarning qo'li ketib ketgan o'chadi. Uni elib, Lubnonni elib, atrofidagi nimani elib, davlatni shunday kuchlantirgan. Kuchlantirib bulab, bir kuni o'ltirib, endi og'inlari esi kelib qoldi-da, ikkidan og'ini sotdi. Odamlarga aytgan, "Palon yerdagi o'nkirda bir ikki dona shu hammal batdi, bir qarab bakinglar bormi ekan" desa, aynan şu adamni bor ekan. Yani bir qancha 20-30 yildan keyin yana ular shu zaten uli kallasga kirgizayotgan ya. Biz hammal ulab tug'ildik, hammal ulab o'limiz deb nima qilganki shu hammallik qilib atgan shada. Chaqirdi podsho deb akiltgan. Nima ish to'g'amdi deb u qo'qab uli kelsa, shu Muhammad ibn Amir hammarni tunitgan ular. "Voy, senmi shu?" degan. "Ha, men podsho bo'laman" degan. "O podsho bo'ldim endi" degan. Endi shu chaqda Unras abda miman qıplab, şu çağda gipyonda bana bir dep beringlar degan, uçaq çaqçaq qilib deb qo'ygan bu gapni. Dishmaydi. Yo'q chuqum deysa, tiligini chuqum berma. Chuqum bermasam Allohga qasam qilyapti deb birinchisiga sen nima tilganting degan, sizdan 100 ming tilla oltin, yo'g'on qasir, güzel bog', nat yugrak atlarni, uni buni tilgantim degan, darhol aşağı buyruq qilib falan qasrni, falan yerdagi bog'ni, falan yerdagi atni mani biringda buyruq qilatgan. Ikkinchisiga endi sen degan tiligingni degan, "Yo, meni hijil qilmaslar, shu joy ahmoqlik deb septikanman" endi degan. "Yo'q, andaqa emas, men qasam qilyaptim men" degan ashuni degan. Uyda sizlarni men oddiy sanab ishaki ta'tim indirib bu kazzab deb ayda dangli deganda meni shunday qiling degan ashunda qilaman deb ishaki ta'tim indirib shahar aylantirib kazzab ma deb ayda degizgan tarixda o'tidan. Demak, adam iroda tiklab, ya'ni demak odatdagi bir hammalmi podsho bo'la oladi ekan. Uningdan boshqa odamlar nimishqa men bir ishni qila olaman deb nimishqa iroda tiklayolmaydi. Iroda tiklasa bo'ladi albatta. Bulanmasa yerimini o'zim ola oladi. Maqsadim murodi, maqsadim yerimi o'zim yetalaydi-da. Demak, iroda tiklash hayotda nihoyat bak muhim. Yani dünyada kazangan insanların hemmisi aynı planlık yaşayan, aynı çoğun iradini tikligen şunda insanlar tasadüfi bulup kalan hiç kadar iş yok dünyada. Hiç kadar tasadüfi bulup kalan iş yok. Ama irade tiklemegen adamlardan, irade tiklemegen, gayret bilen işlemegen adamlardan galibi kılgan insan yok anı dünyada. Asmandan düşüp kalan gelmez. Hiç gibi. Hatta peygamberler mi? Peygamberler mi Allah Teala'nın vehiy kildi, insanlarını doğru yolu başladı ama bu peygamberlerde şunda bir irade buldu ki qat'iy qaytmas irade buldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriklik edip ya Muhammed sen burada ecdadının dinini inkar qilgan gapni qilyapsa, endi sen agar bunun chiqishda boylik izlagan bo'lsang, butun boyligimizni beraylar. Agar sen podsho olasan, arablarga podsho qilib qo'yaylar. Agar sen jin chaplash qilib bunday qalayotgan gap qilayotgan bo'lsang, dunyoning usti doktorlarni akib davolataylar seni. Nima bo'ldi sen? Nima desan qilib beraylar biz ma davoyingdan kechgan degankin on tarafımga quyoshni, sol tarafımga oyni akib bersam bu davodan voz kechmayman yoki mushu davo yo'lda men halok bo'lib tugishman deydi. Mandaq irodada, osh iroda bilan eng oxiri 23 yil ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni arab yerim aralni shu o'zi deganga o'xshash ayda islomlashtirib bo'ladi. Endi mushuni jiq bunun misalları Muhammed ibn Abdülvahhab'ның qissasi masalan, bundan başqa Nelson Mandela'ның mesela 27 yıl turmadı yetti mesela şu nimadan faqat şu aqtalliklarni itiraf qilmay Janubiy Afrika itiraf qilmay eng oxiri o'zining da'vosi ching turib, eng oxiri shu nima irqiy ayrimchilikqa xotima berib, o'zi shu davlatga rais bo'lib, olamda o'tdi masalan. Jiq bundan misollarcha. To'g'ri. Allah razı olsun. Ayet uzun tushuntirlardi. Albatta bu so'zlardan plan tuzishning qanchalik muhim ekanligini chiqib bo'ldi hamda qanday foydasi bor deb agarda bu qisqa bir ishga yozib endi buni foydasi olsak Alloh taolo Qur'on Karimda val tanzur nafsum ma qaddamat lig'at deydi. Har kim o'zining ati uchun nima tayyorlik qarasin dedi. Buningdan chiqib turdiki inson planlasin. Allohning oldiga men qanday borman? Xalqimni qanday rozi qilman? Ata-onamni qanday memnun qilman degan har qanday bir inson o'ylasin, ayna planlasin, plan bilan ish qilsin deganlik chiqdi bu oyatda. Endi planliq yashash nihoyat
ömrünü bereketli kılgan bir işçi. Mesela şu İmam Şafii deyimiz, Ebu Hamid Gazali deyimiz, İmam Nevevi deyimiz, şular 50 yaştan yukarı yaşamaqlar mesela. Ama ulanın kılıp ketken hizmetleri hem de ta kıyametgacha Məşriqdən Məğribgacha aşının ismini dese her qanday bir Müslüman biladi. Shunchalik cho'ng asarlarni qoldirib qolib ketdi. Shu qisqa ömrda. Demak, ular planliq ish qilgan. Plan bilan ish qilgan. Endi plansiz ish qilganlik endi dedik-ku, uylik beliqqa o'xshash yurdi. Uningki hech qanday bir hayotda hech qanday bir qiymati yo'q. Shunga olimlarning birisi deb ekan, ba'zi odamlarni 30 yoshda vafot bo'ldi. 60 yaşta dəfn qılındı deb qabrishga yezib qo'yish kerak deydi. Nima ish qilsa 30 yoshda odam kadın chiqib bo'ldi. Har qanday ijodiyat, har qanday talant 30 yoshgacha odamda chiqadi. Ko'p vaqtlarda. Ba'zida 5 yoshi bak cho'ngib qolgan chog'da chiqib ketgan, lekin umuman 30 yoshda chiqib bo'lgan. 30 yoshgacha qo'ldan ish kelmagan odam hamda o'lik hamda u. Shunga odamni 30 yoshda o'ldi. Vafot bo'ldi. 60 yoshda dəfn qilindi deb yezib qo'yish kerak deydi hamda. Demak, planlıq yaşayışının şunchalik jiq foydasi bor. Hem adamning tan salomatligi uchun, hem adamningki vaqtining bereketlik bo'lishi uchun, hem bundaqiligi zirkib qolmaslik uchun, hamma narsa uchun planlıq ish. Ammo bir plan tuzish insonga shunday og'ir. Nimishqa inson rohat yashashni xohlaydi. Inson o'zini bağlab qo'yishni xohlamaydi. Shu anda bak og'ir kuching yetmaydigan planni tuzib o'tmay, ballag'imi tuzgandimi andaqiligi ballarni bir tashdek gulning ichiga sepib qo'ymay, gul deganmi shunga ama nimaga o'rmonga tikib qo'ysa, bir yog'ochni o'rmonga tikib qo'ysa, etizlikqa tikib qo'ysa, bu yog'ochdan o'rmon bo'ldi ekan. Bir yog'ochni uyning ichiga akirib bir tashdakni ichiga sepib qo'ysa, 100 yil tursa u yerda o'rmon bo'lmaydi ekan. Buningdan chiqadiki, chambarcha jiq qoidalarni belgilab, unda qilishing kerak, bunda qilishing kerak emas. Uyning ichida bir o'rtam rohatni qo'yib bir kuchugin rohat bor, ammo intizom bor, plan bor, kuchugin rohatni qo'yib berib ayna qilsa bo'lgan. Bu beşimizin o'tgan tajribalar ama cho'nglarning shu ko'rganlardan so'zlab berganlari hamdacha. Shunga men Rooseveltning bir gapi ekan, saodat planlarning va yaratish yo'lidagi tirishchanliklarning ichiga yushirilgan debdi. Saodat planning ichida saodat deydi. Va tirishchanlikning ichida deydi. Ay tirishib tursa odamning vaqti, kunlari baxtlik o'tadi ekan. Ammo to'xtab qolsa, haliga turg'unsi to'xtab sesib qolgandek odammi to'xtab qoldi ekan. Shunga tirishchanlik, masalan, beliqningmi, harakatli turgan beliqningki go'shi tatliq deydi. Shunga Yaponiyada qanday ekan desa, cho'ng hurun beliqlarni dengizdan oshxonga akilishning oldida ko'ngilni aram qilmaydigan kichik bir beliq bor ya, jim tug'ilmaydigan. Beliqning ichiga sepib qo'ygan. Sepib qo'ygandan bu beliqni rohatsiz qilib, midirlab keldi ekan, kelganda uning go'shi tatliq deydi ekan. Astagfirullah. Ya'ni demak, harakatda barakat. Harakat shunchalik foydali hamda. Hatto hayvonlarning shu harakat tug'unninki go'shi tatliq ekan hamda. Gapga qaraganda. Xo'sh. Hakikaten rahmetullah razı olsun. Güzel bir program oldu. Hem yaşlarımızga hem çoğunlarımız hem de meyuslanıp ketmesin hem de. Ya şu anda yaşımız bir yer verip de şu 70 yaşga kelganda ijodiyatda o'tirib chiqqan odamlar bor ekan, masalan nurg'un olimlarniki 60 yoshdan keyin, 70 yoshdan keyin men shu to'g'ri biz üniversite o'qiyotgan vaqtimizda bir ustoz amaliy bo'lgan bir ish so'zlab bergan. Sizlar Misrda turgan Misrning shu Azharning shayxlarining birisi 60-70 yoshdan keyin o'qishni boshlab 90 yoshga kirgandimi shu Shayxul Azhar bo'lib qancha o'shada huquq tutib uning keyin ulab ketganligini so'zlab bergan. U odam hattoki Misr Qohiraga kirib shu Azhar jamisini topolmay xalqdan so'rab Azhar degan nada, Azhar jamisi deb Azhar nima demaydigan darajada savossiz yani. Bir tal ilibning sunug'i bilmaydigan bir yezdin eshikini aydab kirib xalqlar kulib ketganda hamda Azhar nada desa Azhar emas Azhar deb ko'rsatib qo'ydi ekan. Shu u yerda shu xijilib ketib Azharga kirib jamiga berib shu jamida o'qishga boshlab shu
Ustoz to'xtamay o'qib, oxiri Shayxul Azhar bo'lib, ya'ni butun islom dunyosiga eng muhim o'rinda hamda. Demak, shu vaqtda ustoz so'zlab bergan. Bu ilm 60 yoshga qiyra odam Azharga, Misrga, Qohiraga kirib, oshada turib, shu bir qatimliq hodisa bilan tirishib o'qidi. Oxirida islom dunyosiga eng muhim organning 5 bo'lib hayotini ümidsizlanmaslik kerak hamda o. Yani insani irade bo'lsa yeshi cho'ngib qolsa ayda qilgan. Ama umuman bu shu 20 yaşlı 30 yaşının arasında insan o'zining talantini chuqum chiqarish kerak. Xo'sh. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Shayxga aytaylik. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi sanimizni shunda oxirlashtiraylik. Haqiqatan ko'ngilli bir tema bo'ldi inshaalloh. Yangidan ham dunyoligimiz ham bundaq fursatlarda qaytadan dunyo oxiratning baxtini qo'lga keltirish uchun iroda bo'lmasa haqiqatan nurg'unishda 4 kun mağımız 5. kun yana o'zimizniki odatlarga ko'nib qolgan narsamizga qaytib kelib na dunyoda na oxiratda natija qozonmaganlarning jumlasidan bo'lib qolgan gap. Alloh saqlasin. Alloh umr bersa ata boshqa bir temada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما